Jazoni muomalasi qiladiganlar bilan muomala qilish. Savol. Assalomu alaykum. Boshqalarning jazoni qiladiganligini bilib turib, ular bilan savdo qilishga bo'lamdi. Masalan, ota-onam yangaq, paxt sotadigan xo'jayinlar ya bankadan o'simlik qarz oladi, ya bankaga pul qo'yib o'sim oladi. Yana masalan, ichkiridagi xo'jayinlar bilan savdo qilsam qandaq? Shu xo'jayinlarning jazoni bilan shug'ullanadiganligi nihoyat aniq. Javob bersangiz, Alloh rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Musulmon kishiga jazoni qilish, o'sim berish va elish haromdir. Haq taolo aytganki, jazoni yeydiganlar qiyomatda saranliqdan shayton so'qiyotgan odamlardekli qopidi. Bu ularning ilm setim jazoniga o'xshash deganligidandir. Allah ilm setimni halol qilib, jazonini harom qildi. Şuna kimki Parvardigori tarafidan vaznasat kelgandan keyin bo'ldi qilsa, burun alg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga qoladi. Kimki jazoni qilishga qaytadigan, ana shular do'zax ahli bo'lib, ular uningda mangu qolg'uchilardir. Baqara surasi 275-oyat. Ey iymon etganlar, Allohdan qo'rqinglar. Agar mu'min bo'lsanglar, qilib qolgan o'simni olmanglar. Agar unda qilmasanglar, Alloh va uning rasuli tarafidan e'lon qilingan bir jangga duchor bo'lganliklarini bilinglar. Agar tavba qilsanglar, sarmoyanglar sizlarningdir. Zulmni qilmaysizlar, zulmga uchirmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'uchi kutinglar. Agar haqiqatni yaxshi biladigan bo'lsanglar, sadiq qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Shundaq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Andan har kishi zulmga uchirmasdan qilgan amallarining natijasi to'liq beriladi. Baqara surasi 278-oyatdan 281-oyatlargacha. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jazoni yeguvchiga va yegizguchiga la'nat qilgan. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jazoni yeguvchiga, yegizguchiga, uni yozg'uvchiga va uniga guvohchi bo'lgan ikki shohidga la'nat qilgan va ular barobar degan. Shundaqla qaysi shaklda bo'lsin, jazoni muomalasiga hamkorlashishmi, gunohga hamkorlashganlik jihatdan harom bo'ladi. Ammo o'zi jazoni muomalasi qilmaydigan, jazoni muomalasiga hamkorlashmaydigan bo'lsa, jazoni muomalasi qildiganlar bilan mayli ilm satim, mayli boshqa shaklda shariat yo'lga qo'ygan halol muomalalarni ular bilan sheriklashmay qilsa bo'ladi. Chunki Yahudilar jazoni muomalasi qiladigan turuqliq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Yahudilar bilan savdo va qarz muomalasi qilgan. Aisha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir Yahudiydan nesiga ashliq ilib, uninga savutini raniga qo'ygan deb rivoyat qilgan. Hafiz ibn Hajar aytadi: bu hadisda muomalaning o'zi harom muomala bo'lmagan ahvolda kofirlar bilan muomala qilishning joizligi, ularning e'tiqodlari va o'zaro muomalalarining buzuqlik e'tiboriga ilinmaydiganligiga dalil bor bo'lib, bu hadisdan mol-mulkning ko'p qismi harom bo'lgan kishilar bilan muomala qilishning joizligi chiqarilgandir. Hafiz ibn Hajar yana aytadi: olimlar mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning boy sahobalar bilan muomala qilmay, Yahudi bilan muomala qilishdagi hikmat shuki, ya joizlikni bayon qilib qo'yish uchun, yoki sahobalarning qo'lida u chaqlarda ortiq ochliq yo'q bo'lganlik uchun, yoki sahobalarning ochliq pulini yoki uning badalini olmay turib olishidan ansirab, ularni siqib qo'ymaslikni xohlaganlik uchun. Chunki sahobalarning ichida unchalik ochliqni yoki uningdan ko'proqni berilaydiganlar bo'lishi yiroq emas. Balki Rasululloh ularga bildirmagan bo'lishi, bu voqelikni naql qilgan ochliq berilmaydiganlar bilgan bo'lishi mumkin. Albatta, jazoni muomalasi qiladigan kishi bilan qilmaydigan kishining birini tanlash fursati bo'lsa, jazoni muomalasi qilmaydigan kishini tanlash diyonat va taqvodorlikqa eng yaqindir. Ammo jazoni muomalasi qiladigan kishi bilan muomala qilish joiz. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 148-numurliq fatvo.